Assalomu alaykum aziz quyon ishqibozlari. Bizlarda yana bitta natija. Aprel oyida bizlardan 3 ta quyon olganlar. Kimda esida bo'lsa, Leylopada 12 ta olganlarimizni 3 tasini mana shu akamizga barter qilgandik. Chiroyli zot tovuqlarga. Uni ham ko'rsataman xudo xolisa. Ana shu quyonlarimiz 33 ta tug'gan. 3 ta quyon 11 tadan birinchi marta tug'ishi 33 ta tug'gan. Ana shuni bolalari qolib ketgan. Hozir ana shu fermaga keldik. Birinchi marta quyon boqishlari ancha yillardan beri. Shuning uchun hozir bitta fermani obzor qilib qolganini gaplashamiz. Xo'p, mana bu birinchi quyonimiz. Bu tug'gan yaqinda. Mana bu yerda bolalari bor. Bunga tegmaymiz. Mana bu ham samets. Buni Baxti akani kim tanisa, Baxti akani sametsi bo'ladi bu. Mana bu yerda onasi o'tiribdi. Quyonchalar, короче, rujnoy desak ham bo'ladi. Qochmaydi. Akamiz ham shu yerda. Aka qancha bo'ldi olganingizga? Aprel edi. Sizdan olganimga, aprelning boshlarida. Aprelning boshlarida olganmiz mana. Ana shu quyonchalar mana shu monolitdagi kovlab ketmaydi hech qayerda mana. Dachi mana shu loy blok. Hech qancha emasda, bir 5 santimetrdan yo'q, loy blok. Ana bu ikkinchi samka. Hammasi birinchi akrolda zo'r natija bergan. Mashalloh, ko'z tegmasin. Xullas, bizda shunaqa gaplar, mana shunaqa natija. Agar kimga quyon kerak bo'lsa, mana shunaqa toza zot quyonlarimiz bor. Aka sotyaptilar, sog'lom. Yoshlarini aytamiz. Onalari sotiladimi, yo'qmi? Onalari sotilmaydi. Bir marta quyon boqqan odam biladi. Onalari sotilmaydi, bolalari faqat sotiladi 26 ta. Donasi 200 ming so'mdan. Bu yerda hozir 2 oylikdan oshgan, 2,5 oylikdan oshganlari ham bor. Chunki 3 ta quyon 3 kun nimada turgan, 1 hafta 10 kun raznicasi bilan. Mana bu kattalari adashmasam 3,5 oylik. 2,5 oylik mana ular. Qolganlari 2 oylik plus. Ana shu sotiladi 200 ming so'mdan. Ko'taraga hammasini olaman deganlarga 150 ming so'mdan. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib gaplashsanglar bo'ladi. Quyonni zoti toza, Leyla opani zotlariga borib taqaladi. Shaxsan o'zimdan olganlar bu kishi 3 ta samkani. Mana u ham toza qon. Chunki Baxti aka ham Leyla opadan olgan. U odam ham nima Leyla opadan olgan. Xullas shunaqa natija, quyondan foyda yo'q deganlarga, yo'q deganda mashular, yo'q deganda mashular nima bo'ladi? Go'sht bo'ladi. Uyda go'sht bo'ladi. Sotilmasa ham uyda go'sht bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir 1 kilo go'sht necha pul bo'lgan? 135-40 bo'lsa kerak, ha? Biz quyon go'shtini 100 ming so'mdan sotyapmiz. Shuning uchun o'zingiz hisob kitobini qilib, ja ko'p ham yeb ketmaydi. Hozir 20 kilo olib keldik. Bundan oldin bir 20 kun 1 oy bo'ldi. 25 kun 1 oy bo'ldi. 20 kilo yem olib kelganimizga mana shuncha quyonga, bir 30 tacha quyonga. Xullas, shunaqa gaplar, salomat bo'linglar.